Akalar, bu xonadonni aka ukalarga yoki yaqin o'rtoqlarga tavsiya qilaman. Sababi bundan oldingi qo'ygan xonadonimiz bilan yonma-yon joylashgan. Buni ham umumiy maydoni 1.6 5 ta xona, plyus hol, oshxonadan iborat. U xonadonimiz bilan farqi faqat ichki dizaynida. Bu xonadonimiz ham Pobedada joylashgan. Bu xonadonimizga ham 120 ming narx so'ralyapti. Agar bu xonadonimizni hovlisi kichkinalik qiladi menga desangiz, shunday yonida 2.6 sotukligi bor. Xuddi shu proyektda, faqat hovlisi kattaroq. Okalar, agar bu xonadonimiz sizlarga qiziq bo'lsa, har doimgidek opsiyada raqamlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.